ona tilimiz va muqaddas dinimiz yaqinligi bois qardosh turk xalqi bilan bizni hech qanday masofa ajrata olmaydi. Dilimiz bir, tilimiz bir. Dillar bir bo'lganda yo'llar qisqaradi. O'zbekiston va Turkiya munosabatlarini sodda va tushunarli ko'rib chiqish Markaziy Osiyo uchun juda va juda muhim davlat. Diplomatik munosabatlar mana nihoyatda strategik darajagacha chiqqan. Turkiyadan qanaqa manfaatlari, xohish istaklari bor? Transport, logistika, madaniy nuqtai nazardan, siyosiy nuqtai nazardan katta bir natijalarga erishishimiz mumkin. Iqtisodiy siyosiy yaqinlashuv faqat rivojlanadi. Madaniyatlarni saqlab qolish bu albatta doim muhim hisoblanadi. Bizning milliy manfaatlarimizga mos. Turkiya doim aytadi, O'zbekistonsiz Markaziy Osiyoda hech qanday integratsion loyihalarni amalga oshirib bo'lmaydi. Murakkab jarayon fundamentlari tashlandi. Istanbuldagi maktabni qurishdan nima maqsad O'zbekistonga? Bizni o'sha milliy o'zligimizni, o'zga xosligimizni saqlab qolishdagi bunday maktablarni albatta boshqa davlatlarda ham ko'paytirishimiz kerak. Har bir davlat eng avvalo o'zining mustaqilligini bosh maqsad qo'yish kerak va shuni himoya qilish uchun qaratish kerak. Milliy Tiklanish partiyasi mana shu meni ekspert o'laroq ruhan bu mening partiyam. Men o'zimni milliyotchi hisoblayman.